Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun 11-sinf geometriya darsligida shar va uning kesimlari mavzusini o'rganamiz. Darsning maqsadlari: shar tushunchasi bilan tanishamiz, sharning elementlarini aniqlaymiz, shar sferasini farqlaymiz va hayotdagi shar shaklidagi jismlarni tahlil qilamiz. Shar bu fazoning bir nuqtadan markazdan teng masofada joylashgan nuqtalar bilan chegaralangan geometrik jism. Qo'shimcha tushuntirish: shar jism, sfera sharning sirti. Sharning asosiy elementlari. Demak, shar quyidagi elementlardan iborat bo'ladi: markaz, radius, diametr, sfera. Shar markazi sharning ichida joylashgan nuqta sirtdagi barcha nuqtalardan teng masofada joylashadi va markaz O nuqta bilan belgilanadi. Radius markazdan sharning sirti yoki yuzasigacha bo'lgan masofa, radius kichkina r harfi bilan belgilanadi. Diametr markaz orqali o'tuvchi va sharning ikki sirt nuqtasini bog'laydigan eng uzun kesma. Belgilanishi: diametr ikkita radiusga teng. Doimo radiusning 2 baravariga teng bo'ladi. Sfera sharning tashqi sirt qismi. Shar ichki nuqtasidan radius bilan aniqlanadi. Sirt esa sferada. Sfera markazdan barcha nuqtalarga teng masofaga ega. Shar shaklidagi jismlar hayotimizda muhim rol o'ynaydi. Sport turlari, jismoniy mashqlar va o'yinlarda ishlatiladi. Globus geografik bilimlarimizni kengaytirishga yordam beradi. Shar va sferaning farqi: shar ichki nuqta markazdan sirt bilan chegaralangan qism, sfera faqat sharning sirtqi qismi hisoblanadi. Shar markazi nima va qayerda joylashgan degan savolga javob beramiz. Shar markazi shar ichidagi bitta nuqta va sharning barcha sirtidagi nuqtalardan teng masofada joylashgan. Odatda O harfi bilan belgilanadi. Radius va diametr orasidagi farq: radius har doim markazdan shar sirtigacha bo'lgan masofani belgilaydi. Diametr 2 radiusga teng bo'ladi. Shar markazi O nuqta bo'ladi. Radiusimiz agar 5 cm bo'ladigan bo'lsa, shar diametrini topamiz, sharning sirtini ifodalovchi sfera radiusini yozamiz. Diametr ikkita radiusga teng bo'ladi, 10 cm. Sfera shar sirtidan iborat, radius 5 cm-ligicha qoladi. Radiusi R'ga teng bo'lgan ikkita shunday shar joylashtirilganki, biri ikkinchisining markazidan sirtida yotadi. Bu sharlar sirtlari kesishgan chiziq uzunligini toping. Demak, masalani quyida ishlanish yo'llarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Radiusi 15 ga va 20 ga teng bo'lgan ikki shar markazlar orasidagi masofa 25 ga teng. Shar sirtlari kesishidan hosil bo'lgan aylananing uzunligini toping. Javobni keltiramiz. Berilganlarda birinchi radius, ikkinchi radius, markazlar orasidagi masofani topishimiz kerak bo'ladi. Kesish aylananing radiusi 12 ga teng bo'ladi. Endi shar sirti va kesimlar mavzusida onlayn platformada joylashtirilgan quyidagi viktorinani qaraymiz. Start tugmasini bosamiz va o'quvchilarni jalb qilamiz. Shar deb nimaga aytiladi? Savollar, javoblar keldi. Demak, fazoda berilgan nuqtadan teng masofada bo'lgan nuqtalarni tushunamiz. Endi uyga vazifa sifatida darsligimizning 513, 514, 515-masalalarini bajarib kelishingiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.